Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Argis dasturining ArcMap ilovasi bo'yicha ma'lumotlar bazasini qanday yaratilishligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Arc katalog ilovasi kerak bo'ladi. Uni eng oddiy usuli puskdan C programma, Argis o'zining papkasi va uni ichidagi katalog yoki puskga qadab qo'ygan bo'lsangiz, mana bu yerda ham ko'rinib turishi mumkin. Arc katalog ilovasini ochgan holatda bu yerda Arc katalog ilovasini ochgan paytingiz mana bunday bog'langan papkalar ko'rinmaydi. Buni connection folderning ichiga o'zingizga kerakli bo'lgan papkalarni bog'lab olib turib ishlashingiz mumkin. Va o'sha qaysi joyga, ya'ni qaysi papkaga ma'lumot bazasi yaratmoqchi bo'lsangiz, o'sha papkaning ichiga kirasiz va new sichqonchaning o'ng tomonini bossangiz mana bunday oyna ochiladi. Buning ichidan new va ko'rganingizdek ikkita ma'lumotlar bazasi mavjud. Birinchisi File geodata baza, ikkinchisi personal. Agar siz ma'lumotingizni hajmi kichikroq yoki kichikroq hududlar bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, personal geodata baza tanlaysiz. Agar yirikroq maydon yoki kattaroq tip formatdagi rasmlar yoki kattaroq ob'yem bilan ishlayotgan bo'lsangiz, File geodata bazani tanlab yaratishingiz mumkin bo'ladi. Ustiga bosamiz. Mana nomi. Bunga xohlaganligimizni kiritishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.